Hammaga assalomu alaykum, yaxshimisizlar, qaytchamayapsizlarmi? Bugun mana o'g'lim maktabdan olib keldim. Endi tez arif tayyorlashim kerak. 21 ga keladi. Chunki xullas nima tayyorlashni bilmadim. Jarko'p tayyorlayman. Mana go'shtim bilan piyozimni qovurishni boshladim. Mana kartoshkamizni ham to'g'rashni boshladim. Bugun har doimgiga nisbatan ko'proq ovqat qilaman. Chunki mehmon kelgan kecha-kecha uyimizga. O'shanga ko'proq ovqat qilishim kerak. Mana kartoshkalarimni ham solib oldim. Endi yaxshilab qovurib olamiz. Hozir ichiga baklajan solaman. Mana shu baklajan bolgarskiy pomidor qilib, jicha suvcha va chezor bo'ladi ham. Qanaqa qilmagan bo'lsa, вообще bizda tilda sous deymiz. Avval, ну, o'zbek tilida xullas jarko'p deb qoldim. Qancha jarko'p go'sht bilan birga tayyorlanadi? Xullas men tushunganingizni unutaman. Xullas bolgarskilar mashina qalinroq qilib to'g'rayman. Shirinroq chiqishi uchun yana. Pomidorni bilasizlar, har doim mashina archilab olaman, postini. Ovqatda salqin bo'shab chiqib qolmasligi uchun. Mana hammasini to'g'rab oldim. Bolgarskiy baklajan pomidorlarni endi yaxshilab qovuraman buni. Mana hammasini qovurib oldim. Endi suv quyaman. Mana suv qo'ydim. Endi dimlashga bir 40 minutga qo'yib qo'yamiz. 40 minut dimlanishi kerak. Shu bilan bo'ldi. Mana ovqatimiz tayyor bo'ldi. Hammaga yoqimli ishtaha.